1926-yil Boku. Turkiy dunyoning 4 tomonidan kelgan ziyolilar ilk bor bir joyda jam bo'ldi. Ularning maqsadi umumiy edi. Bizning tilimizni, madaniyatimizni va tariximizni birgalikda o'rganish hamda kelajakni birga barpo etish. Boku Turkologiya qurultoyi faqatgina ilmiy anjuman bo'lmadi. Bu qurultoy turkiy xalqlarini birgalikda fikrlash va hamjihat harakat qilish irodasining tarixiy sahnasiga chiqqan ona bo'ldi. Qurultoyda qabul qilingan eng jasoratli qarorlardan biri esa lotin asosidagi umumiy alifboni qabul qilish qarori bo'ldi. Chunki umumiy alifbo umumiy bilimning, o'zaro aloqaning va umumiy kelajakning kaliti edi. Afsuski, bu birlik tushunchasi uzoq umr ko'rmadi. Sovet davrida turkiy xalqlar o'rtasidagi aloqalar ongli ravishda uzildi, alifbo birligi ham yo'q qilindi. Yana ham achinarlisi, Boku qurultoyida qatnashgan ko'plab ziyolilar 1937-38 yillardagi terror davrida qatag'onga uchrab, surgun qilindi va otib tashlandi. Ularni orzu qilgan birligi yo'q qilinmoqchi bo'ldi, ammo g'oyalari yo'q qilinmadi. Tarix o'z yo'nalishini yana o'zgartirdi. 1991-yil Turkiy davlatlar mustaqillikka erishdi. O'sha yil Turkiyaning Marmara universitetida olimlar xalqaro simpoziumda jam bo'lib, 34 harfdan iborat umumiy turkiy alifboni taqdim etdilar. Bu tarixiy jarayonning institutsional davomiyligini esa ta'sis hujjatida umumiy alifboni rivojlantirish asosiy missiya sifatida belgilangan Xalqaro Turkiya akademiya o'z zimmasiga oldi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda amalga oshirdi. Mazkur mas'uliyat doirasida 2023-yilda Turkiya akademiya uning muvofiqlashtiruvi bilan faoliyat yurituvchi umumiy alifbo komissiyasi tuzildi. Turkiy mamlakatlarning tilshunoslik institutlari hamda til siyosatiga mas'ul organlarining mutaxassislari jam bo'ldi. 3 muhim yig'ilish o'tkazildi va keng qamrovli tadqiqotlar yuritildi. O'tkazilgan majlislar yakunida 2024-yil 11-sentabr kuni Turkiy dunyo umumiy alifbosi komissiyasi tomonidan umumiy turk alifbosi rasman qabul qilindi. 1926-yilda boshlangan o'sha buyuk tashabbus bugun Turkiya akademiya yetakchiligida ilmiy hamkorlik, madaniy integratsiya va umumiy kelajak tasavvuri bilan davom etmoqda.